Assalomu alaykum hammaga. Urganch shahar Bo'ron zapravkani orqa tarafida, shu tarafda Bo'ron zapravka. Orqa tarafida 2 etajli 200 kvadrat hovli joyimiz chiqdi, 2 dona. Shuni hozir sizlar bilan ichki, tashqi tarafini obzor qilib beraman. Kirishimizdan bir eshik. Sizlarimiz deng. Prixojik bor, shunday bir prixojik ko'rsatilib qoladi. Dedi umanlik bor. Bir de su shotchik и suvni nasosi. Hem skvajinka qilgan ekan. Hem skvajindan suv oqizsa bo'ladi, hem esa vodoprovoddan ikki taraflama ishlaydi. Kranliklar bor, ilib ochiladi. Lyustralar qo'yilgan. Girishimiz dalon. Dalonning razmeri 9x3 metr. Lyustralar qo'yilgan. Bir de tuv zonamiz bor ekan, polni oboydan chiqqan. Ikki xonadonimizdan ikkisini ham birinchi etajda patologi balandligi 3.40. Ikkinchi etajning patolog balandligi 3 metr. Yurtlarlarda keng ko'rinadi. Baland, keng, qo'shqay, ajoyib. Dalonimizning shu yerida zol bor ekan. Kirganimizda chap qo'limizda zol. Zalning oynasi ko'chaga qaragan. Zalning razmeri 3x6. Lyustralar qo'yilgan, naturalniy patolog tortilgan. LED lampalar qo'yilgan, bu yerda TV uchun rozetka qoldirilgan. Oboydan chiqqan laminatlar qilingan, otopleniyasi o'tgan. Do'rimizda kuxni. Kuxnining razmeri 4x3. Arison qo'yilgan, yana suv filtrlari bilan birga portiqlar qilingan. Stenli kotyol, stabilizator qo'yilgan. Kirmashi umanlik uchun adini shuni suv, suv kanalizatsiya tashlab ketilgan. Bu tarafdan bog'a chiqiladi. Bog'dan sirali ko'rsatib beraman. Bog'am yana keng. Arka tarafdan uyda bir kodobga bir narsa qilsanglar bo'ladi. Telefonning zonasi ham bor. Shu yerda yana bir spalnimiz bor ekan. Bor. Spalnimiz ham 3x4. 3x4 spalni. Lyustralari qo'yilgan. Xonalarning hammasi yorug'. Oynasi bog'ga qaragan belni. Rozetkalar tashlangan. Shu yerimizda lestitsa, bu lestitsamiz ham taxtadan so'tilmagan, betondan aylantirilgan. Betondan quyib so'tilgan ekan. Shu yerimizda lestitsa tayinda sanuzel birinchi etaj uchun. Unitaz, vannasi, umanliklari bor. Rozetkalar tushgan. Oynasi pajan fota qaragan. Bu tarafimiz pajan fota bor. Yonboshida. Ayni ikkinchi etajga ko'ramiz. Lestitsalar kafe qistilgan ekan. Ikkinchi etajga chiqqanimizda do'rimizda sanuzel. Chap qo'limizda spalni. 2 dona spalnisi bor. Mana spalni ham 4x3. 4x3 spalni. Lyustralar qo'yilgan. Oynasi bog'ga qaragan. Yerimizdan bir spalni. Ko'rib turganlaringiz spalnilar hammasi keng. Yorug'. Bu spalnimizning razmeri ham 3x4lik spalni. Uy skvoznik. Yerimiz zal. Lyustralar qo'yilgan zolimizda. Yan tarafimizda balkon bor ekan. Balkon ham keng. 2x3lik balkon bor. Zalning razmeri 3x6. Oboydan chiqib turibdi polni. Yurtlarlarda yorug' zalimiz. Yan tarafimizda yana bir zal. Bu zalimizdan yana lyustralar qo'yilgan, oboylar qilingan. Oynasi ko'chaga qaragan. Bu zalimizdan razmeri 6x3. Polni gelib yashamoqqa tayyor bo'ldi. Döşeğini döşeysiz yashaysiz. Bu ana. İkinci etajdagi sanuzel. Unitazi bor, vannasi bor, umanligi bor. Endi tilasam ishlab turibdi. Bu hovli joyimizning общий kvadrati 200 kvadrat. Puli $77,000. Bemalol opsiyanadagi telefon nomerlari yoki kommentariyadagi telefon nomerlari telefon qilib savdolashsangizlar bo'ladi. Bo'lmasa endi keyingi o'yinimizdan ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu birinchisi edi. Bu ikkinchisi. İkincisini obzorni qilib beramiz. İkincisi demir eshik. Girishimizda to'sh shunday planировка. Kontrollardan bir de prixojik shkaf ko'rsatilsa bo'ladi. Bir de umanlik bor. Bir dona shu gap shu. Hem vodoprovod hem skvajin. İkisi ham bor. Vodoprovod shotchik orqali o'tadi, skvajin 5 shotchik. Qolganimizni ishlataverasiz. Bu yerimiz dalon. Dalonning razmeri bellik ham shu 9x3. Kontrollarga lyustralar qo'yilgan. Hamma narsasi tayyor. To'g'ri kelasiz, döşeğini döşeysiz, yashaysiz. 10 qo'limizda zal. 3x6lik zal.
Bir de tur zonası var ekan. Rozetda joyi joylashgan. Oynasi ko'chaga qaragan. Mashina qo'ymoq ham joyi bor. Adada mashina qo'ymoq uchun joyi. Buni pajanga xoti yo'q, arabiston pajanga xoti bor edi. Vida o'n qo'ldan ikkinchi darajasi ketsangiz bo'ladi, tel sanuzet. Yan tarafimizdan spalni. 3-4lik spalni. Bu yandan bog'i keng. Ko'rsatyapsiz, keng bog'i keng. Lyustralar qo'yilgan. Keyin kuxni. Kuxnimiz ham 3-4lik kuxni. Ko'rsatyapsiz, ariston qo'yilgan, fartuqlar qo'yilgan, kotel qo'yilgan, stabilizator bor, umanlik uchun issiq suv gap turibdi, kanalizatsiya qo'yilgan, bu yerda kir mashina uchun kanalizatsiya suv gap turibdi. Antarabis bog'. Ko'rsatyapsiz, bog'i yana katta. Endi ikkinchi etajga ko'rib chiqamiz. Zinam tengdagi sanuzilimiz. Bu ham to'sh shunday. Birinchi uyimizdagidek umanlik, vanna, unitaz. Dimoxodib bu yerda. Rozetkalari bor. Endi ikkinchi etajimizga chiqamiz. İkinci etajdan ham yo'g'rilar sanuzil. Bitishkalar ham bor ekan bu yerda. Umanligi, vannasi va unitazi bor. Kafeda polni chiqib turibdi beri taq. Bu yerim spalni, 3-4lik spalni. Yine oboydan chiqqan ajoyib bo'lib. Bu yerimizdan bir spalni, 3-4lik. Ve 2 tane zalımız bak yine. 3'e 6'lık 2 tane zal. Lyustralar koyulgan, aynası köşeye qaragan. Gördüğünüz gluxoy xonanın özü yo'q. Hammasi aynası köşeye qaragan. Ham skvoznik. Bu yandan aynasini açsazlar, havo aylanishi yaxshi bo'ladi. Bu yandan ham yana bir zal. Bu zalımızın razmeri 3'e 6'lık zal. Balkon ham bor. 3'e 2'lik balkon bor. Birimizden kvadratlı 200 kvadrat, pılı 77 bin dolar. Qanday savollarınız olsa telefon qilib, savollarınızın cevabını almanız mümkün. Öz fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizni kvartirangiz, hovli joyingiz yoki bo'lmasa avtomobilingiz sotiladigan bo'lsa, bizga telefon qilishingiz mumkin. Opisyonda ham kommentariyada telefon nomerlarimiz bor. Reklama qilib beramiz inshaalloh. Agar videomiz yoqib turgan bo'lsa, like bosib, kommentariya yozib, abone bo'lmasangiz abone bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz yana qiziqarli joylar chiqishi mumkin. O'tirib olmaslik uchun abone bo'lib qo'ying. Bo'lmasa hammaga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.